Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sözleydiğimiz Kur'an-ı Kerim'den en köp tilg'ilgan Allah Teala'nın ulug' isim sifatlaridan biri bo'lgan bir kelime. Yani Rahim kelimesinden kelib chiqqan rahmat degan sifat. Hamda bu rahmat degan sifatni biz Uyg'ur tilida asli arab tilidagi yoki bizning diniy istilohimizda o ma'noni to'liq ifodalamaydigan shaklda qo'llanamiz. Masalan, boshqalar bizga yordam qilgan vaqtda biz ona rahmat deymiz. Yani teşekkür ifadesini bildirgen bir söz sifatida qo'llanamiz. Amaliyotda rahmat degan so'z shafqat qilish, mehr muhabbet ifodalash, kuyunish, g'amxo'rlik qilish degan ma'noda. Qur'oni Kerimda bu rahima kelimesi bilan munosabatlik 100 dan ortiq yerda oyat bor. Alloh taoloning biz biladigan ism sifatlarining ichida belki normal bir musulmon boshqa nurg'un sifatlarni o'qimasimi, ammo shu Rahman degan sifatlarni o'qidi. Chunki biz har kuni Sura Fatihada bu sifatlarni bir qancha qatim takrorlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim deymiz masalan. Ya'ni bizga eng tunishli sifat Alloh taoloning eng mehribon, kuyimchan, butkul dunyoga, insonlarga va insonlarning ichidagi musulmonlarga, hatto gunoh qilganlar va qilmaganlarning hammasiga o'zining mehr shafqatini, kuyimchanligini ayamaydiganligini ifodalaydigan bir so'z. Endi Allah Qur'oni Kerim'de bu sifatni, yine Peygamber Aleyhisselam'da mı bar ekanligini ima qilgan bir qancha oyatda ifodalagan. Mesela Allah Qur'oni Kerim'de ey Muhammed, agar sen qo'pol, qalbing qattiq bo'lgan bo'lsa, bular sening atrofingdan, yani sahobalar atrofingdan tarqalib ketgan bo'ladi. Bu oyatning 5'ida sening ularga yumshoq, muloyim muomala qilishing Allohning sana bergan katta rahmatlaridan biridir. Nimetlerden biridir deb shunda degan. Masalan, yana bir oyatda sizlarning oranglardan sizlarga bir payg'ambar avatildi. U sizlarga ma'lum bir ig'irchilik kelsa yoki sizlar ma'lum bir kulfat qilib qolsanglar, bu payg'ambar uningga chidab turolmaydi. Ya'ni uni qabul qilolmaydi. O shunchalik mehr shafqatlikki sizlarning ma'lum bir ig'irchilikka kulfat qilishinglar uni nihoyat azoblaydi degan ma'noda bir oyat kelgan. Hem Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına qaraydigan bo'lsak, siratga. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatida ümmetimga qiyin bo'lib qolmasin, taslikka qo'yib qo'ymay deb ularga mehri shafqatini ifodalagan ajoyib jiq voqealar bor. Ularning ichidagi eng muhimlardan biri Peygamberimiz Mi'rajga chiqqan vaqtda namoz farz bo'lgan, hammamiz bilamiz. Namoz aslida 50 rakat farz bo'lgan. Ammo Peygamberimiz shu yerda bu ümmetimga 50 rakat namoz o'qish ig'ir kelib qoldi deb takror 45 olsun, 40 olsun, 35 olsun deb ta ki 5 rekat bo'lguncha Peygamber Aleyhisselam qayta Allah'ın dergahıga chiqib ümmetimga qiyin bo'lib qolmasin deb namozdan vaqtini shunda bekitgan. Yine mesela Peygamber Aleyhisselam'ның agar men ümmetimga qiyin bo'lib qolmasin demasam, her namozdan burun tishini cho'tkalashni deydi hozirgi vaqt bo'yicha. Yani misvak ishlatishni buyurdim degan. Hatta yana bir hadisida shu ümmetimga qiyin bo'lib qolmasin demasam, her namazda bir taharet ilişki buyurttum da şundan diye. Karmakamda her namazda bir taharet ilişki unçoğla ters işemezsem de. Ama Peygamberimiz muşumu bir avarçılık olup kalmasın de muşunu yengilleştirip taharetten sakınıtkallıktan ibaret bir işini şeriatın bir kaidesi süpütü bekitken. Hatta namazdı mı? Mesela Muaz ibn Cebel bir kıttım özünün kavmiga namaz başlap okup Sure Bakara'nı okudu. Sure Bakara'nı okugan dikin ularning içindeki bireyler sel bununla itiraz bildirdi. Şunun bilen Muaz ibn Cebel'in açık gelip bunu sen münafık deb şunda dedi. Bunu Peygamberimiz anlagandan keyin a sahabiga emas belki Muaz ibn Cebel'ga kaidi. Yana bir hadiste Peygamber Aleyhisselam'dan men naiti namozni uzun o'qigim keldi. Ammo shu vaqtda sizlarning oranglardagi yashanganlar, balasi va onalar qatorliqli isimga kelib men namozni qisqartib deb shunda degan. Ya'ni ibodat o'simi ibodatning bak ig'ir bo'lib ketmasligi uchun Peygamberimiz naiti bizga ko'ngil bo'lgan, ya'ni mehr shafqat bilan, kuyimchanlik bilan muomala qilgan. Endi musulmonlarga shunday muomala qilganmi desak, bir qatim Payg'ambar Aleyhisselamning bunday bir qilganini ko'ramiz. Bir qo'shnisi bir Yahudining o'g'li balasi kasal bo'lib qoldi. O kasallikni ig'irlab, o bola sakratga tushib qolgan vaqtda Payg'ambar Aleyhisselam sahobalarni elib, o kasalni yo'qlab bordi. Yo'qlab berib, shu kasalni yo'qlash davomida o balaga İslam'ını davet kıldı. İslam'a davet kıldı. Şunun bilen o balımı Müslüman buldu. Peygamber Aleyhisselam'ı bu. Elhamdülillah deyip nihayet Allah'a şükür ediyordu. Yani ölümün tüşkide tuğa vakitte
bu bala musulmon bo'ldi. Balkim bu balaning musulmon bo'lishida shu vaqtning o'zida islom ta'limotining to'g'ri ekanligiga bo'lgan qoyillikdan bakrak shu vaqtning o'zida bu biz Yahudi bo'lsakmi bu dinning payg'ambari atayin mening kesilimni yo'qlab kelibdi deb axloqdan mehr muhabbatdan ta'sirlanib musulmon bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi biz bunda faraz qilsak menimcha xato emas. Yana bir qatim payg'ambar alayhisalom yo'lning yoqasida turibdi. Bir turkum Yahudi jamoati bir matemga mangdi. Shuning bilan matem mang'anni ko'rgandan keyin payg'ambar alayhisalom o'rnidan turib ularga biroz hurmat bildirdi. Shuning bilan ular ketgandan keyin sahobalar sal bundan taajjublanib payg'ambarimizdan so'radi. Ya Rasululloh bu menvatqanlar Yahudi tursa deganiki payg'ambar alayhisalom ularga javoban ular inson emasmi? Ular inson emasmi deb takrorlab so'radi. Ya'ni gerçi Yahudi bo'lsa-mu bunda vaqtda ularga hurmat qilish bizning bir tabiiy axloqimiz emasmi degan ma'noda. Ya'ni boshqa dindagilarga nisbatan mehr muhabbatini, kuyimini o'z o'rnida va loyiqida ayemedi. Payg'ambar alayhisalomning musulmonlarga, hatto musulmon emaslarga bo'lgan kuyimchanligini ko'rdik. Hamda hayvonlarga nihoyat kuyimchanligini ifodalagan nihoyat jiq voqealar bor. Uning ichida bir qatim payg'ambarimiz Madinada ansarlarning birining etizligiga bordi. Bu etizlikqa borgan vaqtda tugidan birisi payg'ambarimizning yoniga kelib, beshini tuvan qilib bir xil buqildashga boshladi. Shundan payg'ambar alayhisalom bu tugining egisi kim? Degandan keyin palon deb chaqirib akeldi. Sen bu tugini yaxshi xarvamabsan. Qo'sqi to'yg'idek bir narsa bermabsan. Buningga qilinmaydigan yukni yuklabsan va buni uribsan. Hozir bu menga shikoyat qilib yig'layapti deb shu sahobini tanqid qildi. Ya'ni tuginingmi u xil ahvolda qilishini faqat to'g'ri topmadi. Yana bir qatim, buni tunji qatim o'qidim tunigun. Bir turkum sahobalar g'azotga borgan vaqtda safarda bir qushning uvusi uchraydi ekan. Shular qushning uvusida qarasa, u qushning bolalari bor. Ular qushning bolalarini olib o'ynashga boshlaydi. Ular qushning onasi ularning kallasidan ketmay piqirab aylanishga boshlaydi. Ya'ni nola qilishga boshlaydi. Shunda payg'ambar alayhisalom uni qarab, bu qaysonlar bu qushni bunda nola qilishga sabab bo'lgan degandan keyin bu ish oshkor bo'ldi. Yani sahobalarning uni o'ynaganligi. Shular uni qaytirib qo'yinglar deb o qushning bolalarini, cho'jilarini uvusiga selib qo'ydi. Hatto hamda yana bir qatim, yani jonliq narsalardan boshqa jonsiz narsalarga qanday mehr shafqat qilganligini ko'ramiz. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar masjidida xutba o'qigan vaqtda bir ko'takning ustida turib xutba o'qiydi. Shundan bir qatim ansarlardan bo'lgan bir ayol payg'ambar alayhisalomga dedi: "Ya Rasululloh, mening bir yog'ochim bor. Uni aytdi, hunari yaxshi. Sizga bir munbar yasab bermasinmi?" dedi. Bo'ldi deb munbar yasaydi. Munbarni masjidga kelib tunji qatimni xutbada bu xutbani boshlab bo'lgandan keyin tuyuqsiz tugining bo'tiliqini xuddiligi buquldig'iga o'xshash bir ovoz chiqishga boshlaydi. Ular sahobalar bu ovoz nereden chiqqandi deb u yoqqa qarasa, bu ovozning shu ko'takning yenidan kelayotganligini bayqaydi. Shuning bilan payg'ambarimiz darhol xutbasini yarim yo'lda to'xtatib kesib, ko'takning yeniga berib, uni shapaloqlab, uni bunda quchoqlab turib, unga tasalli berdi va uni o'rnidan olib kelib, nimaning ostiga, yeni munbarning ostiga qo'yib qo'ydi. Shuning bilan bu ovoz yo'qaydi. Bu qaramoqqa bu yog'ochmi yig'landi deymiz endi. Bizning dinimizdagi metafizik masalalarni, ya'ni aqlimiz yetmaydigan g'aybiy masalalarga duch kelgan vaqtimizda aqlga uyg'un emasdek bilingani bilan u aqlga uyg'un emasligidan emas, bizning aqlimizning uni bilishdan ojizligidan. Bu xuddi bizning ko'zimiz ko'radi, ammo quyoshga qarasak nimani ko'ra oladi? Hech nimani ko'ra olmaymiz. Chunki quyosh nuri bizning ko'zimizning ko'rish kuchidan olqib ketganligi uchun biz uni ko'ra olmaymiz. Bu bizning ko'zimizning qarg'uligidan emas. Demak, payg'ambar alayhisolamning butkul hayotida mayli insonlarga, musulmonlarga va musulmon emaslarga, hayvonlarga, hatto jonsizlarga naqadar mehribonlik bilan, kuyimchanlik bilan muomala qilganligini ko'ramiz. Va shuning bilan birga payg'ambarimizning nihoyatda kuchli hadislari bor. Masalan, "Men la yarhamu la yurham" degan. Ya'ni shafqat qilmagan kishilarga shafqat qilinmaydi. Ya'ni insonlarga mehr muhabbat bilan muomala qilishni bilmaydigan kishilarga Alloh rahim qilmaydi deb shunday degan. Masalan, Abu Davudda bunday bir hadis bayon qilingan. "Er-rahimuna yerhamuhumur rahmanu tabarak va taala." Ya'ni Alloh taolo rahimdil kishilarga rahim qiladi. Ya'ni rahim qilishni biladigan kishilarga ondan rahim shafqat qiladi. "Irhamu man fil ardi yerhamukum
men fis semai. Yani zemin üstüdekilerge rahim kılınlar, asmandakiler sizlerge rahim kılınlar. Yani asmandaki Allah Teala sizlerge, siz zemin üstüdekilerge rahim kılsanlar, şefkat ile muamele kılsanlar, ondan siz şefkatke erişsinler de. Yani mehr muhabbet ve bu şefkat, ameliyette biz aldığınki ketimlik derslerimizde mi dep ötkünümüzge okşaş, bir inak, icil bir Müslüman cemiyeti berpa kılıştı ki, kem bolsa bolmaydigan bir güzel ahlaklardan biri. Şu ahırda biz bunu sözümüzü ahırlaştıraylı. Allah Kur'an-ı Kerim'de şunda degen. Biz seni ey Muhammed fakat bütün dünyaya fakat rahmet bolsun dep evettik. Yani bu yerde okşaşla bizim dinimizin yeni bir maksidi bu ayette ifadelengen. Yani ki bu ayette ifadelengen til usulünü aytganda mı? Fakat ve fakat rahmet bolsun üçün evettik dep şunda degen. Yani bu yerdeki rahmet yani Uygurcadaki rahmet emas. Yani başkalar yardım kılgan vakitte biz kaytırıp rahmet deydiğin rahmet emas. Belki mehir şefkat süpütü de evettik. Kuyunuş, kuyumçallık süpütü kılıp evettik diyen məhəndə. Ama biz reallıkımızı şunda qaraydigan bolsak bugünkü günde biz hazır o kadar sevgisiz, birisi-birimizin eğerçiliğine nispeten o kadar çidiyanmaydigan muamele kılımız ki azrak eşip ketken bir gep, yoki azrak özgergen bir teleppuz, yoki ma'lum bir geplerning qo'shilib qilishi deganlar hozir hammamizning ajoyib titan tomurig'imizga tegadigan, hammamiz ajoyib nozik bo'lib ketgan bir davr yashayapmiz. Shunda bu topdagi ba'zi paranglarga qarasakmi, birisi shunday bir gap qilsa, qarshi taraf hech bir zaman o'tkazib o'tmaydi. Chuqum uningdan oshirib sanjimasa, herkes o aram topmaydi. Bu yerda mehr shafqat degan narsani tasavvur qilish mumkin emas. Bu xil muomaladan xuddi qachon jidal chiqsam pichqimni tiqib etsam-da, bunda pichoqlarni tayyor qilib turgan odamlarga o'xshash bir muomalani ko'ryapmiz. Musulmonlar bilan kofirlar orasida emas, balki musulmonlar orasidami qo'pollikni qat'iylik deb tushundigan, mehr shafqatni ojizlik deb tushundigan bir xil g'alati bir ahvol kelib chiqyapti. Birisi-birimizning to'g'riligini, mening to'g'ri, uning to'g'ri deyishda o kadar ching turamiz. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda nima deydi? Sen to'g'ri bo'lsangmi, hech qisi yo'q deb vaz kechalisang, Alloh sana katta ajr ato qildi deydi. Ammo biz hozir unday emas. Zodi o'zimizning gibini gap qilmagicha hech qisi yo'q deydigan bunda bir ro'yimiz nayt oz qilyapti. Shuning bilan birisi-birimizga nayt qattiq muomala qilyapmiz. Afsuski birisi-birimizga unda qattiq muomala qilganimiz bilan ammo dinimizning dushmanlariga, zolimlarga hozir birisi-birimizga qilgan nafrat va qattiq muomala qilmayapmiz. Buni unutib qilyapmiz. Biz buni to'g'ridagi jidal majrolarga qaraydigan bo'lsak, atrofimizdagi ba'zi munosabatlarni inchki kuzatadigan bo'lsak, shuni his qila olamiz. Ba'zi birimizning yana bir aylanga qilgan muomalasi xuddi dinning dushmani qilgan muomalaga o'xshash, nihoyat qattiq va qo'pol. Afsuski bizning dinimiz rahmat dini, shafqat dini. Dal shuning uchun yani aramizdagi mehr muhabbat zapsi yeterli bo'lmaganligi uchun ma'lum bir uqishmaslik, ixtilof, ko'ngilsizlik yuz bergan vaqtda nihoyat tezla yüz öğreşeyleyimiz, münasebetini üzeyleyimiz, adavet tutalayimiz ve tutkan adavetlerimizi nihayet haqliq hesaplayalayimiz. Çünkü biz her vakit doğru bizde dep qaraymiz. O sebepten saklagan adavetimizde nihayet çing turalayimiz, hatta adavette turuşumuzda mı bizden nihayet gururumuzun üstünlüğünü o süpütüdü oylayimiz ve düşünüp alamiz. Eğer aramızda bu mehr muhabbet zapsı yuqurroq olsa, biz adetimiz normalda yaqin munosabatda o'tadigan ma'lum bir bireylar bilan uqishmaslik bo'lsa derhal qattiq gap qilolmaymiz. Yani Uyg'urcha yuz xotira qilamiz deydigan bir gap bor. Qandaq vaqtda kimlarga yuz xotira qilamiz? Aşı hissiyat zapsi ma'lum miqdorda saqlangan kishilarga yuz xotira qila olamiz. Ammo aran turgan kishilarga ma'lum bir masala yuz berib bo'lguncha derhal xanjirimizni sanchiy olamiz. Shunlashqa bugungi kunda yana o'xshash biz Uyg'ur musulmonlarga qaytib kelsak, her qanday vaqtga qaraganda buni takrorlashni hech qanday ortiq yeri bo'lmasligi mumkin. Biz inoqlikqa, ittifoqlikqa bir sap bo'lishga o kadar muhtoj. Namoz o'qiydiganlarla bir sapda emas, o'qimaydigan Uyg'urlar bilan bir sapda bo'lishga muhtoj bugungi kunda. Dinga yaqinlar bilanmi yoki ma'lum musof saqlayotganlar bilanmi bir sapda bo'lishga muhtoj. Chunki bizning o'rtaq bir dushmanimiz bor. Hammamiz yolg'iz kuchimizla ularga taqobil tura olmaymiz. Mana shunday vaqtda bu sapning barpo bo'lishining bizning qo'limizdan keladigan, bizden hech nima ketmaydigan axloqiy dasmoyalarning biri dal aramizda o'sha mehr shafqatni, kuyunishni umumlashtirish. Kuyunish, mehr shafqat degan vaqtimizda cho'qim atrofimizdagi qarindoshlarning qiyinchiligini anglagan vaqtda uning qiyinchiligi
sirtqi portlab teshib chiqqandan keyin ha bunda qilish kerak ekan emas, atrofimizdagi qarindoshlarimizning qiyinchiliklari, beshiga kelgan aziyat musibatlarini oldin bilaydigan, uni sezgir muomala qila oladigan, oy falonining kuni hozir qandaroq o'tayotgandi, biz hech ahvol so'mabdik deyoladigan bu holga kelishimiz lozim. Ama hozir biz boshqalarning qiyinchiligi rasmiy sirtiga portlab chiqmaguncha hech kimning qiyinchiligini so'maydigan bunday bir vaziyatda. Alloh hammamizga mehr shafqatga to'lgan bir qalb va shu axloqni ato qilsin.